Zapis yoqib qo'ydik. Xo'p, kelinglar birinchi bozordagi qo'rquv va bozordagi nafs, sabr, sistemaga bo'lgan ishonchi va bu sohadagi stabilniy daromadga olib chiqadigan yo'l bor, ya'ni o'sha yagona yo'l bor. Ana o'sha bo'yicha sizlar bilan bugun gaplashamiz va bundan oldin sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim bor. Ya'ni bu nima? Menga ko'p odam chiqyapti. Aka, mana bunaqa kimnidir qarzi bor, kimdir $10,000 kimdandir olganda $10,000 slif qilib olgan. To'g'risi men $10,000 qanaqa qilib slif qilish mumkin? Bu narsani kallamga ham sig'dira olmayapman. Da, full holatda slif qilib olsa bo'ladi. No, это тоже bu problema narsa o'zi aslida. Sizlarga bir maslahatim bor. Menga bitta odam chiqdi. U odam bilan anchadan beri tanishman. U odam menda o'qidilar, o'rgandilar oxir oqibat kechadan oldin kuni menga bitta narsani aytdilar. Aka, mana shu bo'yicha dars o'tib bering bolalarga, ayting, tushuntiring, что bu kerak emasligini, noto'g'ri narsaligini dedi. Bu narsa men уже ancha oldin bu narsani bilardim men va o'zimni ham bu bo'yicha qonun qoidam bor va mana shu qonun qoidam bo'yicha har doim amal qilib kelaman bu narsaga va bu narsadan hech qachon chetlashmayman bu narsadan. Ya'ni bu nima? Bu bo'yicha sizlarga ham tushuntirib o'tib ketaman, чтобы sizlar ham bilishinglar uchun va agar kim hozir shu periodda bo'lsa, shu perioddan chiqishi yagona yo'lini tushuntirishga harakat qilaman sizlarga. Xo'p, kelinglar bugun birinchi shu masala bo'yicha gaplashamiz, keyin уже psixologический, ya'ni именно mana shu bozorda qanaqa qilib biz o'zimizni shu ya'ni nafsimizni kontrol qilsak bo'ladi. O'zi bu narsani bozorda kontrol qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Shu haqida gaplashamiz. Sistemaga bo'lgan ishonchni oshirish bo'yicha gaplashamiz. Bozordagi sabrni qanaqa qilib kuchaytirish bo'yicha gaplashamiz va shu bir ikkita masalalar bo'yicha gaplashamiz va bundan oldin birinchi sizlarga aytadigan gapim bor. Menga bir aka chiqdilar. U aka hozir почти bo'yinlarida $300,000 ga yaqin qarzlari bor. No, shunda ham aka deyaptilar, что Alloh shu narsani menga ravo ko'rgan ekan, xudo xolasa chiqib ketamiz deyaptilar. Bu 300,000 ichidan bir 120,000chasi o'zimniki edi, qolgani hamma tanishlarniki, qarindosh urug'larniki и так далее deyaptilar. Akalar, opalar, singillar, ukalar hammalarga bitta narsani aytmoqchiman. Kim agar shu periodda bo'lsa, hozirroq to'xtatinglar. Ya'ni kimdir agar bu sohada o'zini qarzlarini yopishni yoki qanaqadir bir problemalarini hal qilish yo'lini izlayotgan bo'lsa, ya'ni trading sohasidan izlayotgan bo'lsa, juda ham qattiq adashasizlar. Men sizlarga ochiq oydin aytaman. Bu sohadan qanaqadir bir problemalarni hal qiladigan yechim qidirmanglar. Bu soha shunaqa sohaki, qachonki siz erkin bo'lsangiz, ya'ni bu sohaga konkretniy o'zingizni fiksatsiyangizni qaratsangiz, fiksatsiya deganda ya'ni o'zingizni e'tiboringizni borini shu sohaga qaratsangiz, bu sohada tinchligingiz bo'lsa, ya'ni tinchlik deganda sizda hech qanaqa qarzingiz yo'q, hech qanaqa muammoingiz yo'q, o'ylaydigan narsangiz yo'q, o'zingizni pulingizga savdo qilyapsiz va sizda bu sohada tinchlik bo'ladi. Ya'ni hech qanaqa bir muammolarsiz savdo qilasiz va yo'qotayotgan pulingiz uchun achinmaysiz, chunki u sizning pulingiz, realni sizning pulingiz. Birovning puli emas, birovning qarzi emas, birovni biror bir bergan pul emas. Men har doim bu narsadan qochganman. Ya'ni investorskiy pullardan yoki kimdir menga mana shu pulni beraman, razgon qilib ber, hamma riskni o'zim bo'ynimga olaman, и так далее. Shunaqa gaplar bo'yicha men har doim отказ berganman. Qanaqa случай bo'lishidan qat'iy nazar, kim bo'lishidan qat'iy nazar, даже o'zimni qarindoshim bo'ladimi, o'zimni akam bo'ladimi, hech kimni shotini hech qachon
man boshqarmayman. Nimaga man har doim signal gruppaga qarshi bo'lib kelganman. Например, manda shunaqa holatlar bor. Kerak bo'lsa 10 ta signal bersam, 10 tadan bitta stop olishim mumkin. Qolgan 9 tasini tepa olaman. Signal gruppa ochsam, почти весь Toshkent signal gruppamda o'tiradi. Kerak bo'lsa o'sha dars sotayotgan odamlar ham signal gruppamda o'tiradi. Lekin bu narsa menga kerak emas. Nimaga? Chunki bu signal gruppa kimnidir boshini yeyishiga sabab bo'ladi. Ya'ni hamma ham minus qiladi yoki hamma ham profit qiladi degani emas signal gruppa. Signal gruppa prosta odamlarni yig'ib olish uchun, odamlarga o'zini ishlayotgan sistemasini ko'rsatish uchun kerak bo'ladi. Signal gruppada ko'rganimiz 1 minutlik time frame'da, 5 minutlik time frame'da nimalarnidir ko'rsatishadi. Lekin bunda olib qaraydigan bo'lsangiz, sizga bergan signal gruppasida agar siz 001 bilanmi yo tam 010 bilan kirsangiz ham yetarlicha foyda olib chiqib keta olmaysiz. Va shu aytadida, mana deydi, va shu bir ikkita odam, например, signal beradi, ikkita signal zo'r chiqdi, 3 ta signal zo'r chiqdi-da, keyin любой odamni nafsi o'ynaydi. O'zini nafsini kontrol qila oladigan odamni nafsi o'ynamaydi. U biladi, что to'xta deydi, men hozir foydamni qildim deydi. Nimaga deydi, men hozir hamma pulimni mana shu risk holatiga tiqishim kerak deydi. Lekin ko'p odam unaqa o'ylamaydi. Bu 100% dan 90% noto'g'ri o'ylasa, 10% to'g'ri o'ylaydi. Ya'ni qilgan foydasini yo'qotgisi kelmaganligi uchun va bu sohada juda ko'p xatolarni, juda ko'p kamchiliklarni ko'rganligi uchun ham bu xatoga yo'l qo'ymaydi. Bir xil insonlar bor, pulga o'ch, ya'ni o'sha pul uni muammosini, qanaqadir muammolarini hal qiladi, qanaqadir bir yechim beradi va ular shu topgan pulini full holatda kiradi yoki riskini oshirib yuboradi и так далее. Va o'sha signal gruppa sababchi bo'ladi u odamning pulni oqishiga, ya'ni pul silif bo'lishiga yoki pul minus bo'lishiga. Ana keyin u odam nima qiladi? Minusni qoplash uchun yana depozit qiladi. U depozitda yoki kimdandir oladi, yoki kimnidir ishontiradi, yoki kimdandir investitsiya oladi. Va oxir oqibatda uchala yo'l ham uni xarobga olib keladi, ya'ni botqoqlikka olib keladi. Investitsiya olsa 100 nechinchidir bandi bilan firibgarlikda kirib ketadi. Qarz oladigan bo'lsa halovati buziladi. Kimdandir pul oladigan bo'lsa, u pulni qaytarish kerak. U mana shu uchala yo'l ertaga sizlarni ota-onanglarni siqilishiga, ota-onanglarni nima deydi, sizlar haqingizda o'ylab o'z sog'lig'ini yo'qotishiga majbur bo'ladi. Bu soha shunaqa. Bu sohada bitta narsani har doim esingizda tutinglar, toki biliminglarni zo'r qilmas ekansizlar, bu sohada rezultat qila olmaysizlar. Ishonaveringlar, bu sohada rezultat qila olmaysizlar. Birinchi bilimni oshirish kerak, bilimni kuchaytirish kerak. Ana keyin уже bu sohada ishlasanglar ancha yaxshiroq bo'ladi. Bu soha pul topish juda ham oson, lekin o'sha kim oson pul topayotgan bo'lsa, ana o'sha insonlar bir necha yil buni ustida ishlaganda, bir necha yil umrini ketkazgan. Sizlar ham shunaqa bir necha yildan beri umrini ketkazayotgan odamlar bor, yechimini topa olmayotgan odamlar bor. Ishoninglar, yechim keladi, albatta keladi. Mana sizlarga kerakli ma'lumotlarni berib boryapman. Ishoninglar, mana shu sizlarga berilayotgan ma'lumotlarni to'g'ri yo'lda ishlatinglar. Ochko'zlik qilmanglar, nafsiylarni sal bir joyiga, sabr qiladigan darajada olib qo'yinglar. Ishoninglar, bu sohada yetarlicha muvaffaqiyatga erishasizlar. Ishonaveringlar. Boshida kamroq pul topasizlar. Ana o'sha kamroq pul topganinglarni o'ziga xursand bo'linglar. Nimaga? Chunki o'sha narsa stabilniy qilyapti. Bu degani ertaga sizlar psixologiyalarni to'g'rilab borsanglar, ertaga sizlar уже kattaroq risklar bilan bozorga kirishni boshlaysizlar. Kattaroq risklar bilan bozorga kirdinglar degani bu sizlarni kattaroq foyda olib kelishiga, ya'ni bozor sizlarga kattaroq foyda berishini sababi bo'ladi. Shu aytmoqchi bo'lganim, hech kimdan investitsiya olmanglar. Kim mani shogirdim bo'lsa, investitsiya olmanglar. Menga ham juda ko'p odam chiqqan. 500 ming dollar pul beraman degan, 1 million dollar pul beraman degan odamlar chiqqan. Biz rozimiz, hamma riskni o'zimizni bo'ynimizga olamiz degan. Birorta odamni qabul qilmaganman. Haligacha qabul qilmayman va qabul qilish niyatim ham yo'q.
va bu bo'yicha o'ylamayman ham. Nimaga? Chunki pul jigardan bo'lgan. Любой odam kerak bo'lsa pul uchun labzini ham esidan chiqarib yuboradi. Bu aniq. Hamma ham emas, lekin shunaqa insonlar bor. Pul uchun aka-ukasidan kechaveradigan insonlar bor. Pul uchun ota-onasidan kechaveradigan insonlar bor. Bu shunaqa dunyo, ya'ni Alloh hammani yaratgani bilan hammaga har xil aql bergan. Hammaga har xil xarakter bergan. Hammaga har xil sabr, hammaga har xil o'sha qat'iyat va hammaga har xil holatda bergan. Hammani hayoti ham har xil. Kimdir noldan ko'tarilib zo'r bo'lib ketadi. Kimdirlar o'zi zo'r bo'ladi, nolga tushib qoladi. Kimdirlar o'rta hol bo'ladi. Battar pastga ketadi yoki yanada teparoqga chiqadi. O'shaning uchun nima qilsanglar qilinglar, har doim o'zingizlarning pulingizga savdo qilinglar. Bu soha shunaqa. Ya'ni siz o'zingizni pulingizni yo'qotib haqiqiy tajribani olib borasiz. Agar sizlarning hozirgi paytda qarzingiz bo'lsa va mana shu qarzdan qutulish uchun yechim qidirib, mana shu sohani tanlayotgan bo'lsanglar, iltimos, akalar, ukalar, opalar, singillar, bu yo'lingizdan kechinglar. Bu yo'lni to'xtatinglar. Ya'ni to'xtatinglar deganda bu sohani to'xtatinglar emas, bu sohaga ketkazayotgan pulinglarni to'xtatinglar. Ya'ni bu sohada bilim olishni davom etinglar, lekin bu sohaga ketkazayotgan pulinglarni lutchi o'zingizlarning qarzinglar, kreditinglar va shunga o'xshash holatinglarni yo'qotishga harakat qilinglar. Nimaga? Birinchidan shunaqa poslovitsa bor, ya'ni aytiladiki, agar seni qarzing bo'lsa, qarz chaqiradi deydi. Ya'ni siz qarzni yopish uchun qarz olasiz va har doim qarz olganingizda qanchadir miqdorini o'zingiz uchun ishlatasiz. Любой odamni shunaqa. Aytaylik, biror bir muammosini hal qilish uchun kimdandir qarz oladida, aytaylik, u muammo $700 edi, lekin o'zi uchun 8 qilib oladi. Chunki $100 o'zi uchun bo'ladi. Va qarz mana shu holatda oshib boraveradi va ertaga bu qarz juda ham katta muammolarni olib keladi. Bu sizlarning rizqinglarning kesilishiga, sizlarga kelayotgan barakani ketishiga, sizlarni kutayotgan omadlarning uzoqlashishiga olib keladi. Menda ham shunaqa bo'lgan, kimdir o'ylashi mumkin, bunda qarz bo'lmagan, menda ham qarz bo'lgan. $3,000-4,000 atrofida ko'chada qarzim bo'lgan menda ham. Birinchi qilgan ishim meni qarzlardan qutulish bo'lgan. Qarzlardan qutulsam, bilganman, bir yuragim sezgan, что Alloh omadim beradi. Shu sohada nimagadir erishaman. Chunki o'zimning pulim bo'lishini his qilib turardim. Chunki ya'ni o'zingizning pulingiz, qo'rqmaysiz, xohlaganingizcha savdo qilasiz, xohlaganingizcha o'rganasiz. Endi u payt men organda ishlardim, ko'p odam biladi. Organda yaxshi pul to'laydi. Birinchi qiladigan ishim qarzimni yopish bo'lgan. Qarzlarimni yopganimdan keyin ozgincha перерыв berganman, bozorda перерыв berganimdan keyin yana bozorga qaytganman. Bozor ko'rishim juda ham o'zgargan. Bozorda ko'proq kuzatishi, ko'proq o'zimning ustimda ishlashi va shunga qarab harakat qilishni boshlaganimda o'sish borligini his qilganman. Ya'ni men kechagidanda yaxshiroqligimni va kechagidanda уже umniroq bu bozorda harakat qilishimni tushunib yetib harakat qilaverganman. Ya'ni rezultat bo'lyapti. Ya'ni menda imkoniyat bor va bu narsa bo'ladi, Xudo xolasa deb harakat qilaverganman va oxir oqibat shu biz kutgan yilda kelgan. O'sha bor fiksatsiyani shunga berilganda, boshqa qilganda, o'sha payt o'zimga o'zim va'da bergandim. $40,000 pul yig'sam, bu bozor anaqani ishxonadan ketaman deganman. Ya'ni organ sohasidan ketaman deganman. Va haqiqatan ham shunaqa bo'lgan, $40,000 foyda bo'lgan. Birinchisida va'damni bajara olmaganman. Ya'ni o'sha 2023-yil bo'layotgan narsa, birinchi pulimni ishlaganimda, to'g'risi, juda ham ochlik qilganman, mashina olganman. O'sha pul meni yana uzoqroq ya'ni organ sohasida yana uzoqroq qolib ketishimga sabab bo'lgan. Agar o'sha payt ishlaganimda 37,000 necha pul dirham atrofida pul yechganman va birinchi yechgan pulimga
ozgincha baribir qarzlar bo'lgan, boshqalar bo'lgan. O'shalarni yopib, mashina olganman. Ochko'zlik qilib mashina olganman. Endi u qarz deganda mani lichni o'zimni qarzim bo'lmagan, ota-onamni, oila a'zoyimni qarzlari bo'lgan va o'sha narsani yopishga harakat qilganman. O'sha narsalarni yopganimdan keyin yana bir necha oy davomida yana qanaqadir o'zgarishlar, boshqalar bo'lgan. Nimaga? Chunki birinchi topgan pulimni nimagadir sarflab yuborganman. Ya'ni kerak emas narsalarga sarflaganman. Va o'shanda tushunib yetganmanki, что men va'damni bajara olmadim va agar o'sha va'damni bajarganimda balki boshqa narsa bo'lardi deganman. O'sha paytda ham va'dam bo'lgan, o'sha pul kattaroq pul yetsam обязательно 10% ni ajrataman deganman, ajratmaganman. Ya'ni va'damni ustidan chiqa olmaganman. Ana o'sha va'damni ustidan chiqa olmaganimda Alloh menga shunaqangi bir anaqani bergan, va'damni eslashimga sabab qilib bergan. Va tushunib yetganman, что va'da bajarilishi kerak, обязательно va'da bajarilishi kerak va o'sha va'da bajarilsagina siz keragidan ortiq narsalarni olar ekansiz. Va keyingi haqiqatdan ham pul yechilganda va'dalar bajarilgan, уже boshqacha o'ylash bo'lgan. O'ylash u nimadir zo'r narsalarni olish, nimadir zo'r narsalarga erishish bo'lmagan. Bitta maqsad bu erkinlikka erishish va ibodatga qaytish. Allohdan so'rash, Allohga tavakkal qilish, harakat qilish yetakdali. Va haqiqatan ham shunaqa bo'lgan. 2023-yil уже 2024ga почти 2 oy, 3 oy atrofida qolgan. Shu ishdan bo'shashga ariza yozganman. U ham ozgincha cho'zilgan, boshqa qilgan, no erkinlikka erishganman. Va o'sha $40,000 menga o'sha payt o'zimga o'zim yetardim. Menga bir 3 yil vaqtim bo'lsa, mana shu 3 yil oilamga hozir qanaqa oylik olib ko'rayotgan bo'lsam, o'sha oylikni uyimga berib tursam, menda bir 3 yil vaqtim bor. 3 yil ichida bu sohani etidan kirib, betidan chiqib ketaman degan narsa meni miyamda har doim turgan. Va haqiqatan ham shunaqa bo'lgan. Ko'p vaqt ham ketmagan. Уже 2024 o'zida portlash boshlangan. Ya'ni haqiqatan rezultatlar umuman boshqa, o'z ustimda ishlash, sistemalarni yangilash, shu matematik zonalarni topish, ularni o'sha anaqa qilish, ya'ni hammasi qaranglar, ketma-ketlikda sekin-sekin joyiga tushib ketganda, menda ham bittada bo'lib qolmagan. Menda ham sekin-sekinlik bilan bo'lgan. Bu bozor shunaqa narsa beradi. Shunaqa payt bor, o'zingizlar kutmay qolasizlar. Menga bitta odam aytgandi, men ishonmagandim va mana shu narsa bo'lgan eng qizig'i. Bu narsani sizlar ham ko'p eshitgansizlar. Ya'ni aytadiki, bu sohada deydi, bitta savdo kuning yoki bir oylik savdo kuning seni mana shu sohaga ketkizgan barcha minusingni qoplaydi degan. Va rostdan ham shunaqa bo'lgan. Bitta minusimni, bitta plusimni o'zi o'qishimni puli bormi, yo'qotgan pullarim bormi, hammasini qoplagan. Faqat o'tda meni xatoyim shu birinchi pulimni topganimda anaqa qilmaganman. Ya'ni ochko'zlik qilib mashina olib olganman. Mashinalar, ular bu narsalar qilib tashlaganman. Keyin tushunib yetganman, shu xato qilganimni va keyingi safar bu xatoga yo'l qo'ymaganman. Yetakdali shu bilan ketgan. Hozirgi paytda hech kimni puliga muhtoj emasman, hech kimni puli kerak emas ham, boshqa ham. Ya'ni o'zimni pulim bor, o'zimni pulimga savdo qila olaman, qo'rqmayman, yo'qotib qo'ysam hech narsa o'zgarmaydi. Ketsa, ozgincha настроение ham buzilar bo'ldi. Boshqa hech nima bo'lmaydi. Bo'ldi, emotsiya o'tib ketdi, holat o'tib ketdi, ertangi kun bor. Обязательно ertaga o'sha narsani olib chiqamiz. Ertaga olib chiqamiz, indinga olib chiqamiz degan narsa har doim menga turtki beradi va men harakatimni davom ettiraveraman. Orqamga qarab qolmayman. Oldiga qadam tashladimmi, bo'ldi, oldiga qadam tashlab ketaveraman. Qolgani menga qiziq emas. Orqada nima meni kutyapti, oldida meni nima kutyapti yoki orqamda nima bo'lganda qiziq emas. Bo'ldi. O'tdim, ketdim. Ko'plar bizda O'zbekistonda ko'ramiz, konkurensiya. Bir-biridan o'tish. Bu mamlaqa narsa reklama qiladi, bu mamlaqa narsa reklama qiladi, bu mamlaqa narsa reklama qiladi. Ishonaveringlar, $10,000 kursga borasizlarmi, $100,000 kursga borasizlarmi? Kim sizlarga ta'lim berishiga bog'liq baribir. Ishonaveringlar. Kim sizlarga ta'lim berishiga bog'liq va bu narsa o'zingizlarga ham bog'liq. Ya'ni Alloh
Alloh taolo hammaga har xil ilm beradi. Kimdir bitta deyilib oladi, kimdir 10 ta deyilib oladi, kimdir 5 ta deyilib oladi. Ya'ni kimdirga men hozir например biror bir sistemani o'rgatsam tushunmashligi mumkin. Lekin 5-6 marta ko'rgandan keyin u narsani tushunib mazmuniga yetadi. Lekin kimdir bitta ko'radi, shu darsni o'zida tushunib oladi. Chunki Alloh hammaga ilmni har xil beradi. Bir xil bermaydi. Shuning uchun ham hammani o'zini vaqti bor deganda mana shu narsani nazarda tutiladi. Nima deydi? Hamma o'zini vaqtini kutish kerak. Hammani o'zini vaqti bor. Например, manaman degan treyder sizlarga dars o'tmaydimi? Agar u narsa sizlarga yuqmaydigan bo'lsa, yuqmaydi. Bu narsani insondan ko'rish kerak emas. Insondan ko'rish kerak emas. Odam o'zidan ko'rish kerak. O'ziga savol berish kerak. To'xta, men shu narsani zo'r o'rganishim uchun shunga yarasha harakat qildimmi, shunga yarasha mehnat qildimmi degan savolni o'ziga berish kerak. Har bitta inson. Lichna men o'zimga bu savolni berganman. Mana shu insondagi bo'lish uchun men shu insondagi harakat qilganmanmi degan narsaga men o'zimni javob topa olmaganman. Balki sizlarda javob bordir bunda. O'zingizlarni, xarakteringlarni sizlar o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Hammadan ko'ra o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Va sizlarni eng yomon dushmaninglar bu o'zingizlar. Sizlarni linchayliginglar, sizlarni o'sha ta'lim olishni xohlamaganinglar va tezroq pul ishlashni xohlaganinglar, ya'ni xatolar ko'p bo'ldi. Agar biza har bitta nyuansni hisoblaydigan bo'lsak, har bitta nyuansga e'tibor beradigan bo'lsak, bizda nyuans juda ham ko'p. Lekin o'sha nyuansni biz to'g'rilagani hech harakat qilgimiz kelmaydi. Nimaga bu sohada aytilganki, ya'ni 100% dan 90% odam chiqib ketadi, 10% odam eplab ketadi. U unaqa statistikalarga ishonmanglar. U narsa o'zingizlarga bog'liq. Chunki ko'p inson qarzdan chiqib ketadi. Juda katta minuslarga kirib ketishadi. Juda katta zararlarni ko'rishadi. Uylarini yo'qotadi, mashinalarini yo'qotadi. Va bu sohaga bo'lgan qiziqish tobora o'lib boradi va bu sohadan chiqishga majbur bo'ladi ular. Ana o'shaning uchun ham ko'p inson bu sohadan chiqib ketadi. Chunki bu sohada pul topa olmaganligi uchun bu sohada pul topib bo'lmaydi deb o'ylashadi va bu sohani tark etishadi. Va oxir oqibat ularga bu soha juda katta minuslarni olib keladi. Juda uzoq yillik anaqani olib keladi. Shuning uchun ham hech kimdan hech qachon qarz olmanglar. Va qarz munosabati qilmanglar hech kim bilan. Lichna men o'zimdan kelib chiqib aytaman, agar mendan o'zimni yaqinlarim qarz so'raydigan bo'lsa, nechi pul kerak? $500 kerak. Men $200 beraman deb, $500 emas, $200 beraman deb, men bu o'rtoq senga puling bo'lsa qaytarasan, puling bo'lmasa kerak emas. Men mindan roziman, deyman, beraman. Bo'ldi. O'sha narsani oladi, imkoniyati bo'lsa qaytaradi, imkoniyati bo'lmasa kerak emas. Men u pul haqida o'ylamayman. Bilasizlarmi nimaga? Chunki men u mendan 500 so'raganda, men o'zimning imkoniyatim darajada unga pul berdim. Ya'ni u pulni значит men o'ylashim ham shart emas, u pulni o'ylab siqilishim ham shart emas. Chunki men imkoniyatim darajasidagi pulni berdim va o'sha narsaga rozi bo'ldim. Bo'ldi. Ko'ngil xotirjam, uspokoystvo, hech qanaqa o'ylash yo'q. U narsani eslamaysiz ham, boshqa ham qilmaysiz va ertaga sizni do'stingiz ham siz bilan pul uchun yuzini ko'rsatmaydi. O'zi aytadi-ku, kimdan qutulmoqchi bo'lsang, qarz ber deydi, ketadi deydi. Shuning uchun ham o'sha kimga men o'sha yaqinlarimni yo'qotishni xohlamaganligim uchun ham men o'zimga ma'qul keladigan pulni beraman va aytaman, mana shu pul senga, men mindan roziman, xohlasang qaytar, xohlasang qaytarma, farqi yo'q. Например, zo'r bo'lib ketib qolsang berarsan, bo'lmasa shart emas, o'zingni qiynab o'tirma deyman. O'sha odam ham zato ko'ngil xotirjamlik bilan pulni oladi. Ertaga biladi, agar ertaga unga nimadir qilib qoladigan bo'lsa, ertaga Allohning oldida men undan da'vo qilmayman. Chunki men rozi bo'ldim. Men mindan rozi bo'lib berdim unga. Unga halol bo'ldi bu pul. Shuning uchun ham o'sha qarz keyin juda yomon narsa. Ertaga qarzinglarni xafa bo'lmanglar,
kim qachon bu dunyoni tark etishini bilmaymiz. O'lim haq. Albatta hamma o'ladi, hamma o'sha bu dunyodan ketadi. O'sha ketgan payti agar biror bir bo'ynidagi qarz bilan tepaga ketib qoladigan bo'lsa, uni jazosi juda ham og'ir. Uni javobi juda ham og'ir. Shuning uchun ham iloji boricha birinchi bo'lib har doim qiladigan ishinglar, kimdandir qarz olgan bo'lsanglar yoki kimgadir nimadir deb va'da bergan bo'lsanglar, o'sha narsalarni bajaringlar, o'sha narsalarni qilinglar, qarzinglardan qutulinglar, kreditlarni yopinglar. Ko'plar aytadi, kreditsiz hozir ish balo qilib bo'lmayapti-yu, qilib bo'ladi. Prosta biz sabrsizmiz. Biz shu hamma narsani tez bo'lishini xohlaymiz. Kecha telefon olmoqchi edingiz, bozorga bordingizda $600 pulingiz bor edi, telefon $700 bo'ldi. $700 ekan. Siz $600 pulim bor, bering desiz, bermayapti-da, aytadi. Xohlasang kredit qilib beraman dedi. Siz nima qilasiz? Ertaga pulni yig'ib olgandan ko'ra, siz bo'ldi yoki kredit rasmiylashtirib ola qoling, mana $600 desizda yoki $600 ham bermaysizda, $500 berib, qolgan 200 ni kreditga qilib oling deysizlar. Va nima qiladi? Sizlar mana shu oson pulga o'rganib qolasizlar. Ya'ni kreditga yozdingiz, deb kredit chiqdi, oldingiz, ishlatdingiz, ana keyin uni to'lash bor. Ana eng azobi o'sha yerda bo'ladi. O'zim ham bu damdan o'tganman. Menda ham bo'lgan bu damlar. Bir necha yil oldin o'zimda ham bo'lgan bu damlar. Boshimdan o'tkazganim uchun, bu narsani bilganim uchun sizlarga aytayapman va bu sohada iltimos hammanglarni yaxshi ko'raman, hammanglarni hurmat qilaman. Shuning uchun ham bu sohada qarz olib, kimdandir investitsiya olib, kimgadir nimalardir bu sohada va'da bermanglar. Chunki bu soha shunaqa sohaki, sindiraman desa bittada sindiradi. Va bu sizlarga juda ham katta minus olib keladi. Minus mayli, u minuscha hech narsa emas. Ertaga prosta ota-onani oldida, ota-onaga qarash, ota-onaga qaysi yuz bilan qaraymiz? Eng katta gap shu yerda-da. Va bolamni shu anaqa bilan o'stiruvmidim desa, endi undan yomoni yo'q. Shuning uchun ham iloji boricha iltimos, bu sohada qarz olmanglar, qarz bilan munosabat qilmanglar, bu sohada investitsiya balo battar olmanglar. Sizlarga do'stona maslahatim, kim uchundir akali maslahatim, kim uchundir ukali maslahatim. Shu opalarimga, mana shu opalar ham bor, yoshi katta mendan, singillarimiz ham bor. Hammaga birdek shu narsani aytaman. Bu sohada ko'p pul ishlab olaman deb, ko'proq pul olib, keyin butun hayotinglarni xarob qilmanglar. Shuning uchun nimadir ish qilayotganinglarda har doim o'ylab ko'rib, keyin ish qilinglar. Xo'p. Endi bozorga keladigan bo'lsak, qaranglar, bozorda duxni oshirishni bitta usuli bor. Duxni oshirishni, nafsni tiyishi, sabr qilishi, ya'ni har bitta anaqani o'ziga yarasha sababi bor. Aytaylik, mana bozorni ko'rib chiqamiz. Bozorga bo'lgan ishonch va bozor sistemaga bo'lgan ishonchni ko'rib chiqamiz. Aytaylik, mana bu yerda bizda mana bu EGField yasadi-da. Mana bu yerda EGField yasadi deylik. Va aytaylik, narx EGFieldga qarab kirib kelyapti. Mana shu joyda hammada o'ylanish bo'ladi. Bozorga kiraymikan, bozorga kirmaymikan degan narsa bo'ladi. Mana shu holatda bozorga kirish kerak. Sizlarga aytaman, kim qo'rqayotgan bo'lsa, bozorda psixologik tomondan qiynalayotgan bo'lsa, centavy shot ochinglar. Centavy shot ochinglar. Centavy shotga $10 tashlaylar. $10 ila $1000 ko'rinishda bo'ladi sizlarda. $1000 ko'rinishda bo'ladi. $10 qilinglar-da, $50 olib qo'yinglar-da, $50 pulinglar bo'lib qolsa, $50 например, centavy shotga $10, o'zi minimalni depozitingiz adashmasam $10. $10 qilib qo'yinglar-da. Va mana shu $10 5 ga bo'lib yuboringlar. 5 ga bo'lib 5 ta akkaunt qilib qo'yinglar. Va bozorda любой moment ko'rdingizmi, mana sizlar bilan nima o'rgangan bo'lsangiz, short, longmi, EGFieldmi, matematik zonami, farqi yo'q. Nima tasdiq ko'rsanglar, har bittasida kiringlar.
xohlasanglar 1 lot ochinglar, xohlasanglar 10 lot ochinglar. O'sha depozitinglarga nisbatan-da, ya'ni $50 agar undan olib qaraydigan bo'lsak, bitta ovqatlanishga kirsangiz ham $10 pul ketadi. Hozirgi paytda $7, $6 atrofida pul ketadi. Ya'ni aytaylik lavashxonaga kirsangiz ham bu narsani yesangiz 80 ming so'm pul ketadi. 80 ming so'mingiz aytaylik $5 atrofida yoki $6 atrofida. Значит, biz kunlik ovqatimizni o'ziga aytaylik $10 pul ishlatayotgan ekanmiz. Kelinglar, undan ko'ra ishxonaga ketayotganda ovqatimizni o'zimiz bilan olib olamiz-da. Ya'ni uyda ayolimiz pishirgan yoki ota-onamiz, onamiz pishirgan ovqatni olamiz va o'shani biz olib borib ishxonada o'zimiz isitib yeymiz va ko'chada ovqatga ishlatadigan pulimizni olib turib, depozitimizga $10 gina tashlaymiz. Va bizda depozitimiz $1000 bo'ladi. Tasavvur qilinglar, prosta 001 bilan bitta ochib, har bitta pozitsiyaga kelganda 001 ochdingiz, bozor 50 punkt yurdi, yopdingiz. Bo'ldi. Mana shunaqa qilib ishlab ko'ringlar, bozorchi etidan kirib, betidan chiqib ketasizlar. Har bitta harakatni, har bitta holatni tushunishni boshlaysizlar. Easy failitmi? Aytaylik bizda mana aytaylik men sizlarga 9-1 zona, matematik zonani o'rgatdim. Mana matematik zona. Bo'ldi. Tasdiq ham qidirib o'tirmanglar. Mana shu zonani buzdimi? Bo'ldi. Qaytishiga mana shunda bayab olinglar. 9-1 zonaga tepani qo'yib qo'yinglar, bo'ldi. Например, 9-1 zonagacha bormadim, mana bu yerdan razvorot olyaptimi? Bo'ldi. Zelkani yopinglar-da. Bu yoqqa buzdimi? Bu yoqdan nariga 9-1 zonagacha tushinglar. Qattan bozor confirmation bersa, tasdiq bersa va sizlar o'sha tasdiqqa ishonsanglar, все, gazini bosinglar. Ana o'shanda sizlarda birinchidan duh oshadi, ikkinchidan bozordagi o'ylanish degan narsa prosta esdan chiqib ketadi. Ertaga boshqa depozitga o'tganinglarda ham xuddi shunaqa ishlashni boshlaysizlar. Keyin bozordagi nafsni yo'qotish uchun biz birinchi bo'lib 50 punktga qanoat qilishimiz kerak. Ya'ni bizning sistemamizda bozordan 50 punktni oldik, chiqib ketdik. Mana aytaylik, mana bu holat. Mana bizda easy failed keldi va bizda 50 punkt kerak, to'g'rimi? Aytaylik, mana bu bizda bundoq. Mana mana shu yerga oldikda biz stop qo'ymaymiz-ku. Mana shu yerdan 50 punkt qo'yib qo'ydik. Tak, mana bizda 50 punkt ekan, qaranglar. Bo'ldi. Mana 3 ta dona sham. 1 2 3. 3 ta dona sham va biz o'zimizdan tek profitimizni oldik, например. Aytaylik, tek profitimizni oldik. Mana shu 50 punktga qanoat qilinglar, ishoninglar, mana shu 50 punktga qanoat qilinglar. Kuniga borib 4 ta сделка kirsanglar 200 punkt bo'ladi. 200 punkt bo'ladi. Boya men bitta Malikaga ish bilan borgandim. Bizning gruppada Allanboy degan bitta bola bor edi. U bola bilan bir gaplashib turardik. Kecha o'sha yerda ko'rib qoldim. Men bugun ko'rib qoldi, tanib qoldi. Salomlashdi, u qildi, bu qildi. O'sha bolaga ham tushuntirdim men. Ya'ni tasavvur qilinglar. Bozorda nimaga o'zi ko'pchilik foyda qila olmaydi? Ya'ni ko'pchilik bozorda stabillikka chiqa olmaydi. Sababi bitta. Bozordan vaqtida foydasini olib chiqib keta olmaganligi uchun stabilniy daromadga chiqa olmaydi. Ya'ni nima degani bu? Aytaylik, bozor mana bu yerda edi, mana bu yerda edi. Mana bozor mana bu yerda edi. Aytaylik, mana yerdan zo'r entry qildi deylik. Dahshat entry qildi va tepasi mana bu yerda edi, mana. Tepasi mana shu yerda edi. Endi qaranglar. Tepasiga ozgincha yetmaydi-da, mana qaranglar. Tepasiga ozgincha yetmaydi-da. Narx bitta razvorot oladi-da. Mana shu yerda o'zi qancha kutib kirganda bozorga-da. Bo'lmasa mana bu yerda chiqib ketsa ham bo'lardi, qaranglar, 1200 yurgan. Bizga naprin 50 punkt kerak. Qaranglar, biz qayerda chiqib ketamiz-da. Biz qayerda chiqib ketamiz va bozor undan keyin ham qancha yuryapti. Aytaylik, mana bu joyda ham bizda mana easy failed beryapti. Mana bu joyda biz mana easy failedga kiramiz-da, sizlar bilan. Aytaylik, prosta bu anaqada misol-da biz uchun. Ha, yerda easy failedimiz bor edi. Mana biz easy faileddan yana o'zimiz uchun 50 punktni soplaymiz. Bizda easy failed keldi va bu joydan biz yana 50 punktimizni sopladik va mana bizda 50 punkt. Qaranglar, biz bozor mana shu yerga chiqquncha ikkita harakat qilyapmiz. Ikkita harakat bilan o'z holatimizni, o'z pozitsiyamizni olib chiqib ketamiz-da bu yerda. Odamlar nima qiladi? Mana bu holatni kutadi.
va bu yerga bozor kelmaydi, orqaga ketadi va bu joyda nima qiladi? Stop quchoqlaydi. yoki bezubitgani quchoqlaydi. Na foydasi yo'q, na anaqasi yo'q. Короче, na 0 yoki 0 bilan chiqadi yoki zarar bilan chiqadi-da, qo'pol qilib aytganda. Biz nima qilamiz? Bozordan o'zimizni 50 punktimizni olamiz, bo'ldi chiqib ketamiz. Bizga qolgani qiziq emas. Bozorda nima qilsa qilaversin. Bo'ldi. Kuniga bitta tepa olishni o'rganinglar, bitta tepa. Ishoninglar, bitta tepa o'zinglar uchun lotni hajmini hisoblab olinglar-da. Aytaylik, kuniga $100 ishlash imkoni bor. Men o'shani sizlarga $100 razgon qilish bo'yicha o'rgatuvmadim. Bitta odam javob bersa bo'ladi. A gruppadagilar. Yo'q. O'rgatmadim, ha? Yo'q. Bo'l. Men sizlarga keyingi darsda $100 ni qanaqa qilib razgon qilishni o'rgataman. Qaranglar. 160 3 xil bizada anaqa bor. Kunlik topadigan foydamiz bor. Tak, 460. Mana shu foydani biza kun mobaynida olib chiqib ketamiz. Har kuni, ishonaveringlar, har kuni. Men bu narsani isbotlab beraman sizlarga. O'sha dars paytida ko'ra olasizlar. Mana sizlarga men buni o'tganman deb o'ylayman. Sizlarga mana shu narsani o'tib beraman. Endi tasavvur qilinglar, men sizlarga 160 shu prosta o'rgatib qo'yay. Например, 160 shu o'rgatib qo'yadigan bo'lsam, $160 kuniga topishni o'rgatadigan bo'lsam, 10 kunning ichida biza $1600 pul topamiz. $1600 ile почти 20 million pul bor. Lekin biz 20 kunning ichida nech pul topamiz? $3200 pul topamiz. $3200 mana shu yerda o'tirgan kim topadi? Kuniga oylik, shunaqa oylik topadigan odam bormi? $3200. Yo'q. Birortanglar davlat ishida $3200 pul topamizlar. Men sizlarga buni yo'lini ko'rsataman. Bor yo'li, imkoniyati bor. Aniq javob beraman. Buni o'zingizlar ko'rasizlar. Mana shu keyingi darsni kutib tursanglar, xudo xolasa keyingi darsda mana shu $100 dan bo'ladigan razgonni tushuntirib beraman. Endi qaranglar, biz agar stabilniy daromadda ishlasak ham 10 kunda $1600 pul topamiz. 20 kunda 3200 va 4 kun yana bizda ortib ham qoladi. Bu degani agar keyingi 400 ham, keyingi 4 kunni ham ishlaydigan bo'lsa, 23 kun, 24 kun savdo kuni bo'ladigan bo'lsa, bir oy ichida biz yo'q deganda $3,500 bozordan olib chiqib ketamiz. Bu narsani men sizlarga keyingi darsda o'sha risk holatini tushuntirib beraman va buni ko'rasizlar. Mani bitta mana shogirdim bor, hozir ko'rsataman sizlarga. Tak. Shu bolaga shu narsani o'rgatganman. Shu bola shu bo'yicha ishlaydi menda. Tak, Begzodbek. Begzod. Mana Begzod degan shogirdim bor. $100 dan razgon qiladi bu bola. Mana. $100 depozitdan razgon qilgan, почти 500 olib chiqib ketgan. Har kuni mana shunaqa olib chiqib ketsa bo'ladi. Bu tag'in ham ko'proq ishlar olgan, o'zi $460 bo'lishi kerak. Men sizlarga mana shu narsani risk holatini tushuntirib beraman. Mana shu bola kichkina depozitlar tashlaydi, kichkina depozit bilan razgon qilib boradi. Bu individualniydagi bolam. Individualniyda ishlaydigan bolamiz. Hamma qatori ishlaydi. Bularga nima o'rgatilayotgan bo'lsa, sizlarga ham shuni o'rgataman. Shu risk holatda ham o'rgataman. Agar shunda ham nimanidir mana shu risk holatidan ham shu yerda ham ochko'zlik qiladigan bo'lsanglar, kerak bo'lsa 160 ham topamizlar. Buni hali yana gaplashamiz. Bu уже boshqa tema. Ya'ni mana shunaqa bizani qiladigan ishimiz bo'ldi. Bozordan 50 punktda oldik, surdik. Bo'ldi. Qolgani qiziq emas bizga. Confirmation bersa yana 50 punktda olamiz, chiqib ketamiz. Oddiy holat. Mana mana shu yerda mana Ejifield berganda ana bozor ichiga kirdi, hamma shu gaynaga soldi. Baribir nima qilyapti? Mana bu joydan nima qilyapti? Bozor prosta 50 punkt yurib beradi. Easy yuradi, easy mana qaranglar. Mana 50 punkt. Mana 50 punkt. Easy yuradi. Tushunasizlarmi? Easy. 50 punkt biz uchun easy mana. Mana 50 punkt. 500 pips. Men sizlarga o'sha narsani ko'rsatib beraman. O'zi tushungan odam bittada mazza qilishni boshlaydi bu narsada.
mana bizga kerak emas bozorda mana bu butun harakatini ushlash kerak emas. Mana bu yerdan mana bu yergacha mana shu uchidan uchiga ushlashimiz kerak emas. Ushursin, boshqalar ushursin, bizga qiziq emas. Ushursin. Biza 50 punktni olishni o'rganaylik, bo'ldi, tamom. Mana shu 50 punkt bizning hayotimizni o'zgartirib yuboradi. Mana shu bozorga bo'lgan qarashimizni o'zgartirib yuboradi. O'zinglar uchun mana shunda daftarga olinglar-da, daftar olib, har bitta kirayotgan pozitsiyalarni bitta tepa, например, 50 punkt есть, например, есть. Ketdi. Ikkinchi pozitsiyam, например, sell oldi, 20 punkt bo'ldi, например. 20 punkt sell bilan yopdim. Keyingisi, например, uchinchi anaqa stepenim yana tepa bo'ldi, например, yana 50 punktimni oldim. Есть, например. Aytaylik, bizning sistemamizda yo'q deganda 4 ta yoki 5 ta setup beradi. Setup, ya'ni kirish uchun imkoniyat beradi. Ishonaveringlar, agar sizlar ikkita stop, ikkita tepa olsanglar ham foydada chiqishinglar kerak. Chunki sizlar bozordan 100 punkt topishib ketasizlar. 100 punkt. Lekin sizlarga o'rgatadigan narsamni bir kunda bitta tepa olinglar bo'ldi. 4 ta stopinglarga imkoniyatinglar bor. 4 ta, 3 ta stopinglarga imkoniyatinglar bor. Kim sizlarga bunaqa sistema qilib bera oladi? Men sizlarga qilib beraman mana shu narsa. Manaman degan ustozga boringlar, birortasi mana shunaqa narsa qilib bera oladi. Kulli bitta stop bo'ldi. Mana shu kulli 3 ta stop imkoniyatinglar bor. Bitta tepa, 50 punkt, bitta dona tepa olinglar bo'ldi. Har kuni profitga chiqasizlar, har kuni. Da, mendiki savdo qila olmaysizlar. Men qo'pol qilib aytganda, meni orqamda pulim bor. Men qo'rqmayman. Oldimdagi yo'qotayotgan pulimdan qo'rqmayman. Aslani ham orqangizda agar 50-60 ming dollar, 100 ming, 200 ming dollar pulinglar bo'lsa, bemalol qilaveringlar. Например, razgonimni ham o'rgataman uni. Qanaqa dalifga qilib borishimni, nima qilishimni imkoniyatinglar bo'lsa qilinglar. Kecha mana oddiy PPI holatida 2300 shotimda bordi, 2300 ni hammasini risk qildim. Yoki yirdim o'sha joyda. Agar bitta analizim noto'g'ri bo'lganda, men bo'ldi, yirdim. Agar analizim to'g'ri chiqsa, men nima qildim? 500 dollar risk qildim, 2200 tepagacha chiqarib oldim, 2300 ni hammasini risk qilib oldim. Общий holatda 500 dollar risk bo'ldi. 27 ming dollar pul olib chiqib ketildi bozorda. Bo'ldi, tamom. Agar sizlar o'sha 500 dollarga rozi bo'ladigan bo'lsanglar, o'shaqa payt risk qilish kerak. Bo'ldi, qo'rqish kerak emas. Orqaga yo'l yo'q. Bosish kerak. Risk qilasiz, katta foyda olasiz. Risk qilmaysiz, kichkina foyda bilan qanoatlanasiz. Ikkalasidan bittasi. Boshqa yo'li yo'q. Mana shunaqa qilib, har bitta zonani, har bitta zonaga keldimi, har bitta joydan entry qilib, har bitta joydan kirsanglar, ana o'shandagina sizlarni bu sohada birinchidan duxinglar oshadi, ikkinchidan sistemaga bo'lgan ishonchinglar oshadi, uchinchidan уже 50 punktda ushlab olganinglardan keyin nafsni kontrol qilasizlar, 50 punktga qanoatlanasizlar va oxir oqibat sizlar o'sha lotlarni ham bir xil holatda ushlashlikni boshlaysiz. Bu narsalarni hammasining imkoniyati bor va bu narsalarni qilsa bo'ladi. Mana shu tartibda biza ketishimiz kerak. Mana shu tartibda ketishimiz kerak biza. Mana shu hamma narsani unutib, bizda tartib bormi, например, tartib intizomni qilish kerak, o'zimiz uchun hamma narsani to'g'rilab qo'yib, shu bo'yicha harakat qilishimiz kerak bo'ldi. Boshqa narsani esingizdan chiqaringlar. Tamam, chiqarish kerak sizdan. Hamma narsaning imkoniyati bor. Odam qilgan ishni odam qiladi. Kim qo'rqayotgan bo'lsa, sentvi shot ochib turib, o'sha sentvi shotga aytaylik 10 dollar tashab, har bitta kirgan pozitsiyada просто 0 lot bilan ishlanglar. 0 lot bilan ishlagan taqdiringlarda ham 1000 dollarni yo'qotish uchun sizlarga ketma-ket 34 ta stop kerak. Yo adashmasam 34 ta yoki adashmasam 33 ta stop kerak. 40 punktdan 30 punktdan stop yeganinglarda ham 33 tacha menimcha kerak. 33 tami 34 tami bilmayman, esimda yo'q. Gap yo'q, 44 minut tinmasdan gapiribman. Shunaqa gaplar. Kimdir nimadandir xulosa qildi degan umiddaman.
o'zimdagi gaplarni gapirdim, o'zim boshimdan o'tgan narsalarni aytib berdim sizlarga. O'sha baribir xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, pul degan narsani bu sohada esdan chiqarish kerak. Bu sohada qancha zo'r trade qilishni boshlasangiz, pul o'zi sama-saboy keladi. Bu bor narsa. Bu sinovdan ham o'tgan, bu narsani ko'rganmiz ham, bilamiz ham. Shuning uchun ham nima deydi? Bu sohada tavakkallik qilish kerak. Ko'chadagi qarz, balo, battar, tudim hammasini yo'qotib turib, bu sohada xotirjamlik bilan savdo qilish kerak. Xotirjamlik bilan savdo qilish kerak. Ana o'shandagina bo'ladi. Bo'lmasa imkoniyati yo'q. Bugungi darsimiz shu psixologiya bo'yicha edi, ya'ni sizlar bilan gaplashish masalasi bo'yicha edi. Keyingi darsda men sizlarga, xudo xolasa, keyingi darsimiz menimcha seshanba yoki chorshanba kuni bo'ladi. Undan keyingi darsimiz yana shu juma yoki shanba kunga bo'ladi. Ya'ni haftada 2 ta dars bo'ladi. Sizlarga videolarni tashlab turaman, обязательно kirilayotgan pozitsiyalar bo'yicha yoki o'tkazib yuborilgan pozitsiyalar bo'yicha video uroklar qilib 15 minutlik, 10 minutlik qilib tashlab turaman. Sizlar yaxshiroq o'sishinglar uchun, yaxshiroq o'sha bozordagi holatlarni ko'rib borishinglar uchun shu qo'limizdan kelgan imkoniyatni qilib boramiz. Kimda nima savol bo'lsa, bemalol bersanglar bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asqar aka, yaxshimisiz? Rahmat.